Mesela bloger bo'lmoqchisiz, lekin nechki yo'nalish topishim kerak deb o'ylanib o'tirsiz. Qanday qilsam bo'ladi deb pul topishni o'ylab tursiz. Pul topishni hamisha ikkinchi o'ringa qo'ying. Misol uchun bir choyxona ochmoqchisiz. Choyxona ochgandan keyin birinchi pulni emas, choyxonada mazali ovqatni zo'r pishirishni o'ylang. Ovqatni zo'r pishirishni o'ylang. Shunda o'zi pulni o'zi kelaveradi. Yoki bo'lmasa usta bo'lacaksınız. Ustachilikni zo'r bajaring, malyarkami, shkaturmi farqi yo'q. Zo'r bajaring, pulni o'zi kelaveradi. Hozir ko'pchilik yoshlar nishaytadi, pulni o'ylaydi, lekin ishni chala bajaradi. Pulni o'ylaydi, ovqatlarni mazasiz, har xil yudiraveradi ya bo'lmasa ana shunday gaplar. Ishni chiroyli bajaring, pulni o'zi kelaveradi. Zo'r mutaxassis bo'lishga harakat qiling. Oddiy qorovul bo'lsangiz ham eng zo'ri bo'lishga harakat qiling. Shunda pulni o'zi sizni topib kelaveradi. Inshaalloh. Avvalambor Xudo. Mana ko'proq nechap pul topsam ekan degan do'stlaringizga jo'natib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.